Mana u, iblis. Men sen uchun alohida joy tayyorlab qo'yganman. Arvoh, zot oliylari hech qachon bunday ayolni sababsiz olib kelmasdi. Kim bo'lishi mumkin? Zot oliylari bosh kotib keldi. Kirsin. Hazrati oliylari, sog' salomat yuribsizmi? Yaxshi, hol so'raganingiz uchun rahmat. Eshitishimcha, siz Mixyanni Chexon uchun olib kela olmabsiz. Ammo siz xohlagandek buvasi Hokimxon surgun qilindi. Oila a'zolari esa qulga aylantirildi. Unda aytingchi, nega arvohni olib qaytdingiz? O'sha qizni aytyapsizmi? Bu zoti oliylarning qarori edi. Men hech narsadan xabarim yo'q. Sizga ham izoh bera olmayman. Demak, o'sha sen ekansan-da. Zot oliylari hatto siz ham bilmagan qaror chiqargan ekanda. Bu ajablanarli. Aytgancha, u juda ham yaxshi oshpaz ekan, ammo baribir oshpazdan nariga o'tmaydi. Menimcha bu sizni tashvishga solishga arzimaydi. Shundaymi? Nima olib keldingiz? Bu Hokimxon uyidan tortib olingan taqinchoqlar. Chexondan yig'ganlaring shu xolosmi? Albatta yo'q. Qullar va mulk hujjatlarini tartibga solib bo'lgach, Hokimxonning quliga aylangan oilalarni toping. Hammasini jahonvonga agar shunday yuboring. qilsak, amaldorlar qarshi chiqishadi. U allaqachon surgun qilingani haqida gap so'zlar bor. Aynan shuning uchun ham shunday qilamiz. Kelajakda muammoga duch kelmaslik uchun aql bilan tezroq ish qiling. Men buyurmasimdan ham oldin. Shunday qilish hech qanday muammo keltirmasligiga aminmisiz? Albatta aminman. O'z vazifangizni e'tiborsiz qoldirib, endi meni savolga tutyapsizmi? Xohishingiz shu bo'lsa, aytganingizdek qilaman. Axir siz doim shunday qilasiz-ku. Hazrat oliylari, buyruqlaringizni bajaraman. Ota, endi yangi reja tuzadigan payt keldi. Bu bilan nima demoqchisan? Kang xonim yillar davomida zot oliylarining mehridan foydalanib, xuddi shaxsiy xizmatkorlardek bo'ysundirib kelyapti. Axir men 3-darajali yirik amaldorman, u esa 4-darajali. Gapingni o'ylab gapirgin. Esingdan chiqmasin, biz saroy ichidamiz. Agar mana shunday hashamat xizmatkorlik bo'lsa, men 100 yil xizmatkor bo'lishga ham tayyorman. Xizmatkor bo'lishni xohlaysizmi? Bu safar xo'jayinimizni almashtirsak-chi? Mana bu iblisni nazarda tutyapsanmi? Bema'nilik qilma. Kay xonimdan boshqasi bizga bunday yordam bera olmaydi. O'sha hiylakor tulkini ham olaylik. Aslida u ham oddiy nasldan chiqqan. O'sha qiz ham Kang xonimdek bo'lib ketishi mumkin-ku. Buni keyingi oqibatlariga tayyormisan? Men zot oliylarga yangi ko'ngil ochar joy tayyorladim. Tez orada o'zingiz ham bunga guvoh bo'lasiz. Ushbu dorama Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berishda Elmurod, Nigora hamda Minho ishtirok etishdi. Sen kimsan? Agar ushlab olishsa, barchani o'ldirishadi. Jim. Kalitlar? Qani bo'la qol. Mahbuslar qochib ketdi. Butun saroyni tintuv qiling. Bo'ladi, janob. Mahbuslar qochib ketdi. Butun saroyni tintuv qiling. Qani ketdik. Tunda nima qilyapmiz o'zi? Osmonga qara. Juda chiroyli-ku.